Bahor kelishi bilan maktab o'quvchilarini eng ko'p qiynaydigan masala bu sumalak mavzusi. O'quvchilar sumalak qilishi mumkinmi? Sumalak qilganligi uchun javobgarlik yo'qmi? Ota-onalar, maktabdagi ustozlar, o'quvchilar agar sumalak qilsa javobgarlikka tortiladimi? Keling shu masalani ko'rib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasining qonunchiligida sumalak qilganligi uchun to'g'ridan-to'g'ri javobgarlikni belgilovchi norma mavjud emas. Demak, sumalak qilsa bo'lar ekan. Lekin sumalak jarayoni ommaviy tadbir hisoblanadi, yig'in hisoblanadi. Agar siz ommaviy tadbir va yig'inlarni o'tkazish tartib-qoidalariga rioya qilmasangiz, javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Agar o'sha sumalak qilinayotgan holatda, jarayonda biror bir huquqbuzarlik sodir qilinadigan bo'lsa, ko'ngilsiz hodisalar ro'y beradigan bo'lsa, qonunga zid bo'lgan harakatlar sodir qilinsa, o'quvchilarning o'zlari ham, ota-onalar ham, maktab ma'muriyati ham javobgarlikka tortilishi mumkin. Lekin sumalakda qonuniy o'tkazsa bo'ladi. Qonuniy qanaqa o'tkazish mumkin? Qonuniy o'tkazish uchun birinchi o'rinda o'quvchilar ota-onalardan ruxsat oladi, ota-onalarning nazoratida qiladi. Keyin maktab xabardor qiladi va maktabdan ruxsat oladi. Mahallani xabardor qiladi va mahalladan ruxsat oladi. Oxirgi qiladigan ishi inspektorning oldiga boradi. O'zimiz tilda uchastkovoy akani oldiga borasizlardagi o'g'il bolalar. Aka, bizlar ichamiz, chakamiz, tevalashib qolishimiz mumkin yokida birorta bir qiz bolasini toshimizga tegajog'lik qilib uni zo'rlab qo'yishimiz mumkin. Sumalak qilayotgan kunimiz kelib, har 2 soatda bizdan xabar olib turing deb uchastkovoyda xabardor qilib qo'yish kerak bo'ladi. Bu gapni nima uchun aytyapman? Chunki men ham mana shu maktab yoshidagi o'quvchilarning yoshida bo'lganman. Sumalak qilishdan asl maqsad nima ekanligini men ham yaxshigina bilaman. Sumalakni qonuniy tarzda shakllantirish yo'li mana shunday bo'ladi. Agar sumalak jarayonida huquqbuzarlik sodir qilinadigan bo'lsa, ustozlar ham, ota-onalar ham, o'quvchilar ham javobgarlikka tortiladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni va videoni barcha ota-onalarga va maktab o'quvchilariga yuborib qo'yishni unutmang.